Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun sizlar bilan o'rindiqlarni qanaqa Cobalt avtomashinasining o'rindiqini qanaqa qilib olish kerakligini ko'rsatamiz. Oldinga suv bosinglar, mana pastda ochadigan joy chiqadi. 6 burchakli inchalik kulch, Kesirang. Tayyorli. T50 degan mana 6 burchakli ochish kaliti sizlarga kerak bo'ladi. Ustakamizda ishlayapti, mana ko'rishinglar. Ikkita tarafini mana shu yerda bitta. Mana qilib olasizlar. Ochib olasizlar, keyin bemalol o'rindiq olinadi. Mana o'rindiq olmayapti. Ko'rishinglar mumkin. Ikkita bolt bilan olyapti usta. Mana sekin olyapti bu yerga. Hozir liqildab qo'ygan edi o'shani. Hozir usta ko'ryapti, o'shani liqildab qo'yganining sababini topamiz. Xullas liqildab qo'ygan edi o'shani hozir ustakamizga ko'radi.